Assalomu alaykum aziz bizani obunachilar. Anchadan beri reklamalar qilmay qo'yganimizga, ijtimoiy tarmoqlarga kam ko'ringanimizda ko'pchilik so'rashyapti, ish jarayoni bo'lyaptimi yo'qmi, ko'pchilik noto'g'ri tushunibdi. Bundan uzr so'rayman. Ishlarimiz ko'paygan sari bizga vaqt bo'lmay qoldi. Hozir bir ukamizga topshirdik bu vazifani. Xudo xohlasa har kunlik ish jarayonlarimizda yangiliklarni sizlardan boxabar qilib boramiz. Bizda ish jarayoni bo'lyapti. Juda ham qurilish sezoni boshlangan. Hozir mana klientlarimizga mahsulotlarni taklif beryapmiz. Olib ketish jarayonida xomashyolarimiz kelyapti mana. Stikloqovlarimiz, kliylarimiz hammasi mavjud. Kimga kerak bo'lsa har doimgidek xomashyo bilan ham yetkazib beramiz, mahsulot bilan ham yetkazib beramiz. Xudo xohlasa yangiliklarimiz bor, yaxshigina. Shunaqa variant o'ylab topyapmiz. Ustalarimizga ham yopishtirish oson bo'ladigan, xaridorlarimizga ham, uy egalariga ham birmuncha arzonga tushadigan variantlar tayyorlayapmiz. Uzoq bilan Xudo xohlasa bir haftalarda chiqaramiz. Sizlarni boxabar qilib boramiz. Qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Bizda ish jarayoni juda ham avjida ketyapti. Bilasizlar, qo'shimcha sex ham qilganmiz. Beton mahsulotlarini ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yganmiz. Ikkita sexdan ham yangiliklarimizni endi bahobar qilib boramiz. Bu uchun maxsus bir ukamizni yolladik. Yangiliklarimizni bahobar qilib boramiz. Qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.